videosini. Undan keyin konkurs videosini olishimiz kerak. Undan keyin yana bir tane asalli reklamasi bor storiesga, o'shani olishimiz kerak. Keyin kriptovalyuta bo'yicha bankka kirish kerak. Ya'ni o'sha pullarni yechib olish kerak. Tak, undan keyin kechki payt boksimiz bo'yicha uchrashuvimiz bor. Kecha o'xshamadi. Ya'ni keyingi KO Estate promotionimizni, boksimizni noyabr oyini boshlariga mo'ljallayapmiz. Qarshi shahrida bo'lishi mumkin, katta ehtimol bilan, chunki shunaqa iltimos va takliflar tushyapti Qarshi hokimligidan, hokimiyatidan. Tak, uni aniqlik kiritishimiz kerak. Va xudo xolasa keyingi jang da eng yaxshi jang qilganga harakat qilamiz. Va'da bermayapmiz-ku, hali harakat shunaqa xullas. Bugun ishlar ko'p. Kamiga Yangiyo'lga borib kelishim ham kerak, chunki kecha ozgina uydagilarni xabar qilib qo'ydim. Kecha oilaviy kun edi, yakshanba edi. Yakshanba anaqa qila olmadim. Uydagilarga vaqt ajrata olmadim, ishlarim ko'payib ketdi. O'shanga balki kechagi kunni bugunga qilib olishim mumkin. Xullas, bolalar mana shunaqa ekan. Bugunga rejalar juda ko'p ekan. Afsuski bugungi kunimda bir seks yo'q ekan. Oy. O'yin haqida ma'lumot bering. Oddiy va tez ma'lumot. Aziz Estate, ya'ni 3.9 million profilimda men obuna bo'lgan 115, 120, 125 ular o'zgarib turibdi. 5 ta 10 ta plyus minus. Shu homiylarning hammasiga har doim obuna bo'lgan bo'lishingiz kerak. Jonli efir 1 yo 2 kundan keyin iPhone'larni o'ynaymiz. 4 ta iPhone xudo xolasa. Va o'sha shartda shunaqa bo'ladiki, faqat obuna bo'lgan bo'lishingiz kerak bo'ldi. Sizdan pul talab qilinmaydi. Va homiylar soni 300 ta, 400 ta emas, bor yo'g'i 100 ta, 120 ta, 110 ta. Mana shunaqa gaplar. Va random programmasi orqali g'olibni aniqlaymiz. Xohlasanglar komment orqali. Menga bosh farqi yo'q, sizlar nima desanglar shu sovg'alasizlarniki. Menga sizlar xursand bo'lsanglar, shuni o'zi kifoya, do'stlarim. Hurmatli do'stlar deb murojaat qilaman sizlarga har doim. Har birlarning hurmatinglar bor men uchun, har birlarning o'rninglar bor men uchun. Chunki men ko'p narsalarga, natijalarga sizlar bilan birga erishdim. Sizlar meni kuzatmaganinglarda like bosmasanglar, boshqa qilmasanglar, videolarni tarqatmasanglar, meni baribir hech kim tanimasdi. O'sha Yangiyo'lda hali ham o'sha ozgina aziz bo'lib yoki zaldagi kachok aziz bo'lib yuraverardim. Sizlar bilan birlashib biz ko'p insonlarni xursand qildik, ko'p hasharlar uyushtirdik, ko'p ehsonlar qildik, ko'p onaxonlarni duolarini oldik, ko'p yetimlarga uylar qurib berdik, qishloqlarga masjidlar qurib berdik. Men o'zimdan va sizlardan faxrlanaman. Ko'proq sizlardan faxrlanaman, chunki bu narsalarga sizlar bilan birga erishdik. To'g'ri, negativlar har doim bo'lgan. Ularga e'tibor berish kerak emas degan gapni gapirish ham oson. E'tibor berasiz, insonmiz, tirik jon, hissiyotlarimiz bor. Bir kun davomida psixo-emotsional holatimiz juda har xil bo'ladi. Juda har xil bo'ladi. Lekin baribir insonmiz, o'zimizni kontrol qilishga harakat qilishimiz kerak. Hayvondan farqimiz shu. Aqlli qilgim kelmayapti. Unaqa motivatorskiy gaplar ham kutmaylar mendan. Hozir u motivatorskiy gaplarni gapirayotganlar juda ko'p. Bizda bunaqa narsa yo'q. Cobalt qachon o'ynaladi? Cobaltni garantiya olib 300 ming, ya'ni oddiy hammasi bilan qaranglar. Bizga homiylardan misol uchun 300 mingga, 500 mingga garantiya olib beramiz, pul olganmiz. 500 mingligi to'lov ko'p emas, bor yo'g'i 8 tami 10 ta. Shuning uchun 300 ming yop berishimiz lekin shart. 100 tacha homiyniki 300 ming. Bizda hozir adashmasam 240 mingcha rezervda bo'lib qoldi. Lekin qolgan homiylarga 220 ming mana shunaqa o'tdi. O'rtacha 60-70-80 k, ya'ni yana 60-70 mingta, 80 mingta odam o'tkazsak bo'ldi. Hamma sovg'alarni o'ynab olishga haqqimiz bor. Ko'nglimizni to'q qilib, yuzimizni yorug' qilib, hech kimga pul qaytarib bermaymiz. Lekin garantimiz yopilmay qolsa, men ham sizlarga sovg'alarni berib yorib, ham homiylarga pulini qaytarib bersam, men minusda bo'lib qolaman. Chunki
cho'ntigimdan to'lash to'g'ri kelib qoladi. Men bu ishlarni pul ishlash uchun qilaman. Shuning uchun kelishgan holatda shoshilmasdan, bir-birimizni so'kmasdan, bir-birimizni tushungan holatda insonmiz garantlarni yopib, faolroq bo'lib, bittadan qo'shimcha profilni ochib, o'zimizning imkoniyatimizni ham oshirib va meni ham garantimiz yaxshiroq yopishga yordam beringlar. Bundan ortiq tushuntirib gapira olmayman menimcha. Protein yoki zararmi? Gap yo'q. Mana shu yozgan bo'lgan cho'choqlar ishlamay qolsin. Eng qiziq paytda ishlamay qolsin cho'chog'i. To'g'risini aytaman, umuman energetik ichmayman deyarli. U kachka paytimda ham 10 yil deganda 10 yilda bitta eksplod ichganman, общий 10 yilda mobaynida. Endi uni bir oyla bolalar bir oyda ichib tugatadi, 15 kunda. Hech qachon energetik ichmayman. Hozir bitta Red Bull olaman, bora nima bo'lsa bo'ldi. Tim bo'li banachnilarni ham ichmayman va tavsiya ham qilmayman sizlarga. Lekin hozir bitta shu Red Bull olib ichib olsammikin deb turaman. Sababi uyqum yaxshi bo'lmadi, bezovta bo'lib chiqdim. Hozir boksda bugun sparring bo'ladi. O'shanga ozgina uyg'onib olishim kerakmikin deb turaman. Lekin hech kimga negativlar bor ekan demak siz o'sishda davom etyapsiz. Yo'q, o'sha borgan sari o'sishga qiziqmas ekansiz. Stabilnostga qiziqar ekansiz. Stabilnost, muntazamlik, ertangi kundan xavotir olmaslik. Ya'ni shu magazindan bir narsa olib olamiz, kutib turasizlarmi, qo'ymay turasizlarmi, chiqib ketmaysizlarmi? Birga nima olamiz? Mashinaga qo'yib turmasam, cho'tta bo'lib buzib tashlaydi, u signal chalib orqadan. Shundan o'zim yozyaptim Muhit kelish kerak edi zalga, cho'tta Kemat Feruz Navoiyga ketgan. Mashinaga qo'yib turamiz endi magazinga olib chiqqancha. Ola. Birga kirib chiqamiz magazinga, qo'ymay turasizlarmi? Kartamni olsam. Naqd bilan olay. Vaqt payt karta ishlamay qoladi. Tak, qani ketdik. Bitta Red Bull onasi yemisin, mayli. Odamlar har kun ichadi Red Bull to'g'rimi? Men bir ichsam naqdda. Shamollash boshlanyapti, mana nima bu? Ketdik magazinga, shuni kirib chiqaylik bolalar. Birga olamiz, yuringlar. Mana yaxshimi? Shirinlik ham olish kerak bitta ikkita. Ishni resepsiyonda qizlar o'tiradi. Shularga berib qo'yamiz. Model choy ichishadi plitka bilan. Kim olar ekan? Makera ekan. Men bitta shikayatizdan berib oling, seni. Mana shu ustida yong'oq chiqib turgani bor ekan, chiroylisi. Mana shunisidan bering. Mana yonidagi turibdi. Bir xil ekan, ha. Shuni bitta bering. Keyin sneakerslaringizdan bormi? Mana shuni? Bo'ladi mana shunisi. Ikkita ola qolamiz. Red Bull bormi? Qaraysan. Давай, o'tib ketay. Сюда опять. Оба. Можно пройду? Оба. Возьми, пожалуйста. Nima bo'lsa bo'ldi, oldim baba. Buni produktni do'kon ochamiz shekilli. Bitimga buraman. Ha? Bitimga qotib turasham. Voy, hech narsa kerak emas. Mana shu.
Puling berding mi? Нельзя тебе сказал. Puling bermasang bermaydi. Tut. Сейчас баба тебе купит там. 4-1. Давай. Пойдем. Ahmad, sog' bo'ling. Tak. Hoppa, mashmali urib ketmasa bo'ldi. Mana endi Red Bull ichamiz-da mana hozir. Sparingda yo jonimizni beramiz yo jonini olamiz. Nima deydi? Hozir. Tak. Bu bo'ldi. Yo, men o'zi ichmayman energetik. Prosta energiyam yo'q, chunki aytdim-ku, sport pit oldingida iste'mol qilmayapman. Tim bo'lib uyg'onib chiqdim. Bezovta bo'ldim, xayol bilan uxlab qoldim-da kecha. Mana suvni qop-qovqatda qoldi endi. Hozir Cobalt haqida gaplashamiz. Cobalt $12,600 dan olingan. Bittasi 12,700 ga ham olingan. Mana bitta anaqasi. Farq qilar ekan farada. Nima bo'lsa bo'ldi. Energetikda. Hozirdan ichib olsam razminkada ham unaqa bo'larmidi deyman-da. Hech kimga tavsiya qilmayman, lekin yarmini ichaman. Tak, ketdik bolalar. Bugun fingal burnim sinsa bilinglar, что bugun men kalta yegan bo'laman. Sparingda. Mesela besabr sho'pirlar borda. Signal chaltashadi. Hammaga yana bir bor hozir kirganlarga assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Assalomu alaykum, hozirga yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Menga bitta tel podarka qiling, boks bo'yicha. Voy, bila, senga nima yo'l yetmayaptimi, bilati? Yo, mahallanchi 150 yurishim kerakmi, bila? Kaladi bular signalda tavba qildim, tushib turib, ha desang jim turadi. Hozir o'qiyman siz boshqatda. Boshliq, assalomu alaykum. Charchab qolmadingizmi? Kayfiyatlasizmisiz? Bitta joy topib berasizmi bizga? Qayerga? Damas orqasiga. Ha, men bu yerga deysizmi? Ha, sig'dirib olamiz. Ha, bemalol sig'adi. Aylanib kelaman-da, eshigini bir tomonga qo'yaman. Xo'p, aka, xo'p. Tak, bitta baxshor bola yozyapti, nimadir telefonni olib bering. Qani shu bola? Boshqatdan yozsin shu bola. iPhone olib bera olmayman, undorg'a telefon bo'lsa harakat qilib ko'ramiz. Sharti men bilan bitta sparing tushasiz. Faqat bunaqa buzib tashlashga emas, o'rgatib bila. Yana jarav azzagan telefon berar ekan, men unga hozir bu ko'rsataman, anaqa bo'lishini deb jalab, kiyilib, og'zi burnimni qon qilib, 20 yillik tajribangizni ko'rsatib, mushok urgandek urib ketmang bila. Iye, ichkaridamasizsiz siz? Mana jinni trenerlardan bittasi bila. O'sha kuni 196 urgan. Ana bila. Bitirbiyev bu dardan urgan. Biyev bo'ldi, Bitirbiyevmi? Ha. Ana shu mashina uramiz-da. Opa. Yo, sig'diraman, bemalol o'ynab kulib. Kamerali mashina, yo'q narsani yemsin. Biz kamer Moskvichlarda ham yurganmiz biz. Tegadim, tegmaydimi?
Xo'p. Ya normal bo'ldi. Sig'di mana qara. Bundan oldin upakovka bo'lmaydi bundan ortiq. Tak, endi bugun o'yin qilamizmi? Yo'q, bugun o'yin qilmay turamiz. Hurmatli obunachim. Voy, mana chiroqli gapirsa ham bo'larkan-ku. Sizlarga shikoyat beramiz. Suv o'zimizga. Qanday charchamadingizmi? Assalomu alaykum. Sizmisiz? Assalomu. Ha? Qani bolalar kelmadimi? Kelgan. Qanani chempion boksyor? Yo'q, aytdingiz. Kim? Keladi. Shahramning treneri bo'lgan hozir. Anaqa qiladimi? Biz bilan trenirovka qiladimi? Ular kech keladi. 12:30da keladi. Bo'ldi, biz ungacha o'zimiz ishlab turaveramiz. Shunday udar ko'rsatdi, borma, hali unaqa udar ko'rmagandim, bor. Yo'q. Xeyr, bunaqa. Anaqa, men bunaqa ishni qilsang, bilaman, sizda har doim ishtaha zo'r. Internetdan snikirsedim, hozir yana Ya'ni eshin deydi, qizlarga olib oldim-da. Men buni. Buni olib olay. Bu hozir muhitga. Yo'q, muhitga telefon qildim men. Kelarkan? Anaqa hozir yozibdi, jonli efirdaman. Shuni hozir ochaman-da. Bu anaqasi zaryadkasi-ku bu. Zaryadni ustroystasi. Ketdimi? Tak, biz keldik. Qani haligi boksyor bolani xatini ochaylik endi. Qachon boryapsiz ekan? Zafar boksing mana ukamiz. Zafar boksing lichkaga yozib yuboring. Lichkaga yozib yuboring. Siz bilan bitta anaqa mavod ishlaymiz, maza qilib kelsiz. Menga o'rgatasiz mana. Shoruq ukam mandaqa dravadan uncha anaqa qilib qo'ydilar. Azga gapirasizmi aka? Tushunman sizni. O, jahli chiqdi shekilli bo'ladi. Lichkaga yozing, lichkaga. Unaqa savol javob bilan lichkada qilamiz. Topaman xatingizni, millionta xat ichida. Oba. Mana bizamiz zal. Marhamat. Здравствуйте, как вы? Все хорошо, вы как? Мы себе шоколадку взяли, вам тоже захватили. Спасибо большое. С чаем попьете. Хорошего дня. Хорошего дня. Так, mana Shohruh bilan sekin xudo xolasa bugun yaxshi kayfiyatda. Assalomu alaykum. Как вы? Charchamadingizmi? Normal, tix. Так, 35. Mana 35. Так. И Assalomu alaykum. Abu, estet. Как дела? Yaxshi keldingizmi? Charchamadingizmi? Yo'q, probka bo'lmadi. Uyqum yaxshi bo'lmagan. Red Bull ichdim. Onasining nima bo'lsa bo'ldi, o'ldirsa Red Bull o'ldirsin. Anaqa Otabek bilan spaning tushaman bugun. Siz ham tayyorlaning, sizni ham uraman, uni ham uraman. Keyin bitta bo'lmang urasizlar keyin. Tak, ukamiz ham boksyor o'tgan safar promotionimizda urushgan, yaxshi jang ko'rsatganlar, qaytmas laqabi. Yiqilsa qaytib turmaydiganda. Tak. Bolalar ko'rishguncha o'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Bizda esa trenirovka. Ketdi, kellasizlar.